Hammaga yana bir marta assalomu alaykum. Bugun trader hesab ko'rib chiqamiz. Ikkinchi video trader hesab. Bugun erta berilgan 7 kundagi tahlil bo'yicha bozor yurib berdi. Men to'g'risi PDLni yoki Osiyo rangelovni kutmadim. Misol bilan keltirib o'taman. 1/3 bu normal degani. Yaxshigina 3dan ushladim. Juda scalping juda yaxshi ushladim. Xo'sh. Birinchi London sessiyasi ochildi. Bu sal tushum bilyapti. Sal manipulyatsiya bilyapti. Keyin tepaga yurib berdi. Maksimum hosil qildi. Mana bu sayt men uchun aktual edi. Xuddi mana shu sayt. Buy side. Shu buy side yechdi. Shu bilan pastga tushib beryapti. Mana bu yerda juda katta impuls bilan tushdi va impuls bilan tushgandan keyin men 15 minutlik time frame'da limit qo'ygandim. Limit bilan ishladim bugun. Uxlab qoldim o'zi charchagandim. Xo'sh, ana shu BPR ga men limit qo'ygandim. Shu BPR bu sabab esa bu discount premium zona qo'yganligi, premium zonadagi ichidagi BPR o'rganish yaxshi ishlashi kerak edi. Va trade'ga kirdim. Bu yerda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Shu yuqorida juda ham buy side pull bor. Nima deydi buni? Buy side pull degani juda ko'p buy side'lar, ya'ni bir-birini hech olmagan buy side'lar ko'pligi uchun saldan chiqdim. Mana shu yerda salga chiqdim. 1/3 aralida ishladim. $75 foyda. Bundan ko'rsatib o'taman. Shu hozircha keyincha Osiyo rangelovga tushib berdi bu. Bu yerga tushsam 1/4 larda ishlasam. 1/4 degan 1/3 yetdi, menga yetadi. Chunki 1/3 normda. Shu hozircha shular, endi shotlarni ko'rsatib o'taman. Hozirgi shotim history. Ana $75 foyda, balans 5299, 5300 bor, 6% foyda, ya'ni 2% nasib etsa foyda qilsam fond bo'laman. Hozircha shular, tamam.